Assalomu alaykum. Men Mirzaliyev Behruz. Hozirda Nurafshon shahridagi Prezident maktabi ingliz tili o'qituvchisi bo'lib faoliyatimni olib boraman. Bu yerda faoliyat olib borayotganimga 3 yil bo'ldi. Men 2019-2023 yillarda Chirchiq davlat pedagogika universitetining xorijiy til va adabiyot kafedrasi turizm fakulteti 19-guruhida tahsil olganman. Menga bu darajaga erishishimga va shunday muvaffaqiyatli o'qituvchi darajasiga erishishimga sababchi bo'lgan aziz ustozlarim, shu universitetda ishlaydigan aziz ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Xususan Muhabbat Anatolyevna, Dilafruz ustoz, Sohila ustoz, Shabnam ustoz va Diana Valerievnaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ular menga haqiqiy o'qituvchi qanday bo'lishi, darsga qanday tayyorlanish, qanday materiallardan foydalanish va o'quvchiga qanday to'g'ri yo'l ko'rsatishni o'rgatishgan. Misol uchun Diana Valerievna har darslarida bizga mavzu bo'yicha yangi warm up activity topib kelinglar deyishardi. Biz hayron qolardik, nimaga har darsga o'yinlar, qiziqarli o'yinlar nimaga kerak deb biz o'ylanardik. Ana endi hozir o'qituvchi bo'lib shuni bildimki, sizni darsingizda o'quvchini e'tiborini tortish va darsingiz boshidan oxiriga yaxshi olib borish uchun sizga shunaqangi warm up activity o'yinlar, har xil interaktiv o'yinlar juda ham muhim rol o'ynaydi. Misol uchun biz darsda ko'p foydalanganmiz, Diana Valerievnaning darslarida ham, boshqa darslarda ham ko'p foydalanganmiz. Role playing, fantomima, jamoa bo'lib ishlash, xuddi shunga o'xshagan metodika va boshqa o'yinlardan foydalanganmiz. Bu o'quvchilarning e'tiborini darsni boshidan o'ziga jalb etadi va oxirigacha qiziqarli olib borishga yordam beradi. Men har doim xuddi shu metodikalardan foydalanayotganimda o'zimni talabalik davrimdagi darslarim va o'qituvchilarimni eslayman har doim va ular bilan hozirda ham aloqadaman va ulardan hozirgacha bilim va ko'nikmalarimni oshirish uchun maslahat va ko'nikmalar so'rab kelaman. Buning uchun ularga kattadan katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Men ulardan har doim minnatdorman va sizlarni juda ham yaxshi ko'raman va hurmat qilaman.